Mana toshlardan bartaraf qilib berishga biz harakat qilamiz. Ustoz devorimiz analizlarini topshirdi. Tayyor. Yaxshi hammasi tersak olsak bo'ladi. Ketdik. Andijon viloyati Ulug'nor tumanidan keldim. 18 yil oldin qildiramiz deganimizda Moskvaga borish kerak, Polonjaga borish kerak derdim. Shu CD tosh kasalligi bilan olib turaman. 2007-yili jarrohlik yo'li bilan operatsiya qilib qo'ygandi. Yana toshga moyilligim borligi uchun keldim. Operatsiyadan tez muvaffaqiyatli chiqdim. Juda yaxshi ekan bu. Lazer yo'li bilan olish, toshlarni terib olib qo'limga berishdi. Mablag' tomonlari yaxshi. Oldin og'riq bo'lardi, choklar tikilardi. Hozir og'riqlar yo'q. Xudo xolasa ertaga uyga javob berishga ketamiz. Rahmat shifokorlarimizga.